Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglovchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli. Tadbiriyay nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 15-qism. 3-tema. Allah kimni yaxshi ko'rdi? 1. Allah adil bo'lg'uchilarni yaxshi ko'rdi. Muhabbatning turlarini ko'rib o'tgandan keyin Allohning kimlarni yaxshi ko'rdiganligi, do'st tutganligi haqida to'xtalib o'tishimiz zarur. Ujarat surasining 9-oyatida Hamiy Qodir Alloh adil so'zi bilan qisid, ya'ni qisid kalimasini birlikda tilga olgan. O'zaro to'qinishayotgan ikki guruhni yarashtirishda va tinchlik o'rnatishda, shundaqla ijtimoiy tartibni saqlashda adolat deb ataladigan qiymat qarashning muhimligi ta'kidlanadi. Agar mo'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilguvchi toki Allohning hukmiga qaytganga qadar uningga qarshi kurash qilinglar. Agar ular qo'lini tartsa, ularning orasini odillik bilan tuzab qo'yinglar. Adil bo'linglar. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. Hujarat surasi 9-oyat. Xalqaradagi masalalarni hal qilish yoki jamiyatdagi firqa guruhlar orasidagi mojarolarni adolat bilan yarashtirishning eng cho'ng ma'naviy mukofoti Allohning muhabbatiga erishishdir. Alloh kishilarning orasini tuzashga tirishgan hamda buni odillik bilan amalga oshirganlarga bo'lgan muhabbatini bu oyatda jakarlagan. Adolat ilohiy muhabbatning yer yuziga tushishini vujudga chiqardi. Odillik bilan guvohlik berish, boshqalarga o'ch bo'lishiga qaramay odillik bilan muomala qilish, adolat bayrog'ini qo'g'dash deganlik bo'ladi. Maid surasi 8-oyat. O'zi, ota-onasi, urug' tuqqanlari, boy zardoriyaga yo'qsul kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar, hamma odamga haqiqatni so'zlash orqali bayrog'ini tiklaganlik bo'ladi. Nisa surasi 135-oyat. Gerçi düşmanlik ve öşmanlik mevqasida bo'lsa-mu, lekin düşmanga foydali qaror chiqarishda adil bo'la olgan kishilarla Allohning muhabbatini qo'lga keltirishga qodir yaxshi kishilar hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ibn Ravahni Xaybarga zakat yig'ishga avatgan. Bu sahaba Xaybar xalqiga mundaq dedi: "Men yaratilganlar ichida eng suyumlik bo'lgan Rasululloh tarafidan avatildim. Meni uningga bo'lgan muhabbatim va sizlarga bo'lgan nafratim meni sizlarga adolatsizlik qilishga yetaklamaydi." Jassos Ahkamul Qur'on 1-tom 107-108. Yuqorqi xabarga asoslanganda biriga bo'lgan so'ygu adolatsizlikni keltirib chiqarmasligi va adolatning barpo qilinishiga to'salg'i bo'lmasligi kerak. Mushundaq bo'lganda andin muhabbat bilan adolat o'rtasidagi munosabat belgilangan bo'ladi. Adolatsizlik qilib o'zingiz yaxshi ko'radigan odam tarafda turmaslik, yoqtirmaydigan odamga uvol qilmaslik va ziyonkashlik qilmaslik balkim dunyoni saqlab qolgan eng oliyjanob harakat bo'lishi mumkin. Bunda qilish ilohiy buyruq bo'lib, banda uchun ibodat hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'zlaganda haqiqatni so'zlaydigan, hukm chiqarganda adil bo'ladigan, shundaqla rahimdil bo'lishga tegishli bo'lganda rahim qiladigan ummat halok bo'lmaydi deyish orqali ummatning mavjudligining adolat bilan zich munosabatga ekanligini ko'rsatib bergan. Mana shunday odillik bilan ish qilganlarga Allohning muhabbati davlat va millatning mavjud bo'lib turishi shaklida tajalli qiladi. Alloh yaxshi ko'rgan kishilardan barliq kelgan jamoat va xalq halok bo'lmaydi. Qur'on Karim siyosat, adolat mexanizmi, ma'arif va savdo hayotidagi adolatni barpo qilgan jamiyatlarning Alloh tarafidan hamisha do'st tutilganligiga, shundaqla Allohning inoyatiga loyiq bo'lganligiga kafolat bergan. Bu xil usulda muhabbatni tartibga soladigan, muhabbat deb ataladigan hissiyotni aql deb ataladigan logikalik harakat bilan birlashtirib, obyektiv harakat qilishni biladigan kishilarni tarbiyalab chiqish ma'rifning eng muhim nishonlarining biri bo'lishi kerak. 2. Alloh sabr qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. Ibn Manzur Lisanul Arab nomli kitobida sabrni mundaq sharhlagan: İnsani ma'lum harakatdan to'sish, ya'ni yomonlik yuz berganda nafsini azob oqibat va qo'rqishdan yiroq tutish. Bu ma'nosi bilan sabr tilimizda va kundalik turmushimizda eng ko'p qo'llanadigan uqumlarning biri hisoblanadi. Sabr degan so'z yana ofat va balolarga bardoshlik berish, ochiq bo'lib ketish, tog' cho'qqisida o'ltirish, jasadning chirib burab ketmasligi uchun mumiyalash, istakani girvakicha to'ldirish, bir yerga jam bo'lish,
birli yig'ilish, butulkaning og'zini yo'gab bog'lash, kaktus deb atalgan o'simlik, sheg'il tosh baryer, ochiq daraxtning suyi, tog' va muz degan ma'nolarni bildirdi. Allah savrning ijtimoiy funksiyasini mundaq tasvirlaydi. Allohga va uning elchisiga itoat qilinglar. O'zaro ixtilof qilishmanglar, bo'lmasa qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoldi. Savr qilinglar, chunki Allah savr qilg'uvchilar bilan billa. Anfal surasi 46-oyat. Allohga va uning elchisiga itoat qilish bilan savr ikkisi kishilarning jidallashishi va talash tortish qilishining oldini oladi. Bu oyat savrni yadroliq qimmat sifatida muhim o'ringa qo'yadi. Chunki savrchan kishi Allohga va uning elchisiga itoat qiladi. Itoatchan va savrchan kishilar jidal majra va talash tortish keltirib chiqadigan masalalarni osonla hal qila oladi. Amaliyotda savr bala musibat ostida ezilish emas, balki masalalarni hal qilishga bardoshlik berish deganlik bo'ladi. Talash tortish va jidal majraning ijtimoiy kuchni yo'qotadiganligini aytgan Allah, ijtimoiy turmushdagi sabab natija munosabatiga diqqatimizni tortadi. Savrchan odam garchi sharoit yor bersimi, hech qanday natijaga erisholmaydigan ziddiyatlarga kirmaydi. Ijtimoiy munosabatlar chirishdan burun uni mo'miyalash uchun savrchanlik kerak. Butulkaning eg'izini etish degan ma'noni bildiradigan savr inson nafsining eg'izini taqab, zo'ravonlik tuyg'usining sirtqa eqishining oldini olishini ko'rsatadi. Yuqoridagi oyatda Alloh o'zining talash tortish va jidal majradan saqlangan savrchan kishilar bilan birga ishkanligini bayon qilgan. Mazkur birli bo'lish yo'liqqan qiyinchiliklarga bardoshlik beralaydigan va ularni ijobiy yo'sinda hal qilishga tirishganlarga yordam qilish orqali tajalli qiladigan bo'lib, bu kishiga nisbatan zo'r baxt hisoblanadi. Al-Imron surasining 146-oyatiga asosan Allah qiyinchilik yo'liqqanda bo'shanglik qilmagan va ojiz kelmaganlarga muhabbat ato qiladi. Ilohiy muhabbat savrchanlarning qalbiga nozil bo'ladi. Savr inson yuqori o'riltidi. Ilohiy olamdan Allohning muhabbatini elib keladi. Nimil degan bilan savr egiz tog'ning ustida o'ltirishini bildirdi. Bu ma'noga yaqin keladigan boshqa ma'nolar mundaq. Savr qilib Allohning muhabbati va birlikda bo'lishiga erishgan odam xuddi egiz tog'ga o'xshash bo'ladi. U xuddi tog'ga o'xshash mustahkam, tog'dek egiz, tog'dek qat'i tik bo'ladi. Yana bir tarafdan tog' cho'qqisiga chiqqan odam hamma tarafga ufuqqa nazar solgandek qaraydi va hamma tarafni ko'radi. Savrchan odam voqea hodislarga atrofli qarashni biladi. Voqealarni har tarafdan ko'rib tahlil qiladi. Voqea hodislarga g'arq bo'lib ketmaydi va tarafsiz turishni biladi. Voqea hodislarga atrofli qarashni biladigan kishi Allohning muhabbatiga erishmay yana kimga erishsin? Kunimizda insoniyat savr qilib, nafsi butulkasining eg'izini etib, yuksak tog' cho'qqisida o'ltirgan, talash tortishni jamiyatning chirishi deb qaraydigan, shundaqla jafo mushaqqatlarga bardoshlik bera oladigan bu fazilatli kishilarni izlayotidi. Allohning muhabbatini yer yuziga elib keladigan bu yigit azmatlarni yetishtirib chiqish barliq jamiyatlarning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. 3. Allah tövbe qilg'uvchilar va poklanuvchilarni yaxshi ko'rdi. Tövbe qilish, qaytish, voz kechish, burilish va ayrilish ma'nosini o'z ichiga olgan bo'lib, bu ma'nodan aytganda Allah gunohlarga tövbe qilganlarni yaxshi ko'rdi. Kufrlikdan voz kechib iymonga, yomonlikni tashlab yaxshilikqa, gunohni tark qilib Allohga itoat qilishga yuzlangan, gunohlar uchun pushaymon qilib to'g'ri yo'lga qaytgan kishi tövbe qilgan kishi bo'ldi. Kishining banga yo'lni xato ishkanligini idrok qilib, gunohini tunishi va Allohning mag'firat tilishi tövbe qilganligini bildirdi. Tövəndəki oyatda xatoliqiga pushaymon qilgan va gunohini e'tirof qilgan kishiga Allohning tutgan pozitsiyasi aniq bayon qilingan. Allah albatta tövbe qilguvchilarni va poklanuvchilarni yaxshi ko'rdi, do'st tutadi. Baqara surasi 222-oyat. Ba'zi mufassirlar bu oyatdagi Tavvabin surasini qaytquchilar, ya'ni ba'zilar bo'lsa pushaymon qilguvchilar deb sharhlagan. Bir qism olimlar qaytishning lug'at ma'no, pushaymonning diniy ma'no ekanligini o'tirib qo'ygan. Bizningcha Tavvabin so'zida har ikki ma'no mavjud. İmam G'azali Tövbe surasining ma'nosida bilim va vaziyat va harakatning jam bo'lganligini aytgan. Bilim vaziyatni, vaziyat harakatni borliq keltirdi. Biladigan odam vaziyatdan xabardor bo'lib, zarur harakatlarni ilib berish majburiyatini his qiladi. Bu yerdagi bilim insonning o'ziga yuzlanishi, qalb ekranda gunoh kirlarini ko'rishi, petib qolgan xatolik patqiqini his qilishini ko'rsatadi.
Bu bilim basquchi tövbe qilish uchun intayin muhim. Kishining o'zining ahvolidan xabardor bo'lishi va o'zini tanqid qilishi fazilatlik bo'lishning eng muhim qadamlarining biri. Acaba inson uchun nachar odatlarni tashlab, Alloh buyurganga yuzlanish, ichki dunyosida pushaymon qilish va ahvolni Allohga iqror qilishdimi olijanob narsa bormi? Ibn Majah rivoyat qilgan bir hadisga asoslanganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Gunohdan tövbe qilgan kishi gunohsiz odamga o'xshaydi. Ibn Majah Zuhid 3. Qaytish va pushaymon qilishni bildiradigan tövbe amaliyotda insonlarning psixologiyasi va harakatidagi tub o'zgarishni ifodalaydi. Hayotida yaxshilanishga qarab yuzlangan kishilarga ulug' Alloh muhabbatini jakarlaydi. Oyatdagi poklanish hukmi tövbe qilishning odamning gunohlarini poklaydiganligini ko'rsatadi. Oyatda oldi bilan tövbe qilish, ondan poklanish o'rin olgan. Bu ma'naviy poklanishning pushaymondan keyin amalga oshadiganligini ko'rsatib beradi. Eng muhim tövbe qilish turi nasu tövbesi bo'lib, nasu hukmi hargizmi qayta takrorlanmaydigan tövbening bir qismi. U xuddi ana ko'ksidan chiqqan sut qaytib kirib ketilmaganga o'xshash, kishining takror gunohga qaytmaydiganligidan derak beradi. Mana bu tövbe qilish shakli Allohning bandining gunohlarini yepishi va jannatga kirishiga sababchi bo'ladi. Tahrim surasining 8-oyati bu xil tövbe qilish shaklini ko'rsatib berdi. Tövbe hukmi ya'ni kishilarga bir-biriga qilgan xato qilmishlari uchun kechirim so'rashni o'rgatadi. Bu so'rash yoki kechirim so'rash madaniy va fazilatli bo'lishning eng muhim sifatlarining biri. Kechirim so'ragan kishilarni afu qilish Qur'on axloqi bilan axloqlanishning namoyandasi. Afu qilish taqvoning shartlarining biri hisoblanadi. Kechirim so'rash fazilatini namoyon qilguvchilarga afu qilish fazilati bilan javob berish kishilar orasida ilohiy axloqni yo'lga qo'yishni ko'rsatadi. 4. Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. Hazar aylash, saqlash, saqlanish, qo'rqish va qo'g'dash degan ma'noni bildiradigan taqvo so'zini o'ziga sifat qilganlarni Alloh yaxshi ko'rdi, ya'ni do'st tutadi. Allah inson surasining 11-oyatida taqvo kalimasini qo'g'dash, saqlash degan ma'noda ishlatgan. Allah ularni qiyomat kunining yomonligidan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Buxoro rivoyat qilgan bu hadisda tilg'ilingan taqvo so'zimi yuqoridagi o'xshash ma'noni ifodalaydi. Yer yuzini o'tdan saqlanglar. Buxoriy Zakat 10. Jaholiyat davrida, ya'ni Qur'on kelishdan ilgari arab tilidagi taqvo har bir jonliqning yo'q qilg'uchi tashqi kuchga qarshi o'zini qo'g'dishi ma'nosini bildiradi. Qur'on bu so'zga farqli ma'nolarni berib, uni Allohning azobidan qo'rqish, saf musulmonlik va ma'naviy immunit sistemasi degan ma'nolarga ega qilgan. Taqvo kalimasining moddiy ma'nosi jonliqlar mudofaa mexanizmi orqali o'ziga qartilgan hujumlardan o'zini qo'g'dishini ifodalaydi. Taqvoning ma'naviy ma'nosi bo'lsa, aql va qalbning shayton va nafsi havasining yomon g'arazlariga qarshi o'zini qo'g'dishini bildiradigan bo'lib, Qur'on taqvo kalimasiga ikkinchi ma'noni bergan. Xuddi badanning mikroblarga qarshi mudofaa mexanizmi immunit sistemasi deb atalgandek, ruhning o'zini shayton va nafsining yomonligiga qarshi qo'g'dishi taqvo immunit sistemasi deb ataladi. Taqvo sistemasi insonlarning harakati va ideyasi bilan shakllanadi. Ammo Alloh insonni yaratganda uning tabiatiga o'zini qo'g'dash iqtidorini o'rnatgan. Demak, taqvo deb atalgan ma'naviy immunit sistemasi biri tug'ma, yana biri ta'lim-tarbiya orqali ega bo'ladigan ikki qatlamga ega. Shams surasining 8-oyatida taqvoning tug'ma tabiati qatlami tilga ilingan. Ammo boshqa oyatlarda bo'lsa, taqvoning ta'lim-tarbiya orqali erishgan ideya va harakat qatlami ko'rsatilgan. Biz tuvanda taqvoning keyin shakllangan qatlamining qandoq borliq keldiganligini muhokama qilib o'tamiz. Kishilarni taqvodor qiladigan ba'zi amal va harakatlar munosabatlik oyatlarda tuvandagi mavzularni tushiradigan holda tilga ilingan. G'aybga barliq payg'ambarlarga nozil qilingan vahiyga va oxiratga ishonish, namoz o'qish va yaxshi ishlarga pul sarf qilish. Baqara surasi 2-3-oyatlar. Allohdan qo'rqish. Al-Imron surasi 102-oyat. Oxiratni ko'zlash. An'am surasi 32-oyat. Allohga va uning elchisiga itoat qilish va Alloh yo'lida mingish. An'am surasi 152-oyat. Yiroqni ko'rar bo'lish. A'rof surasi 201-oyat. Ahdiga rioya qilish va vafodor bo'lish. Tavba surasi 7-oyat.
Qur'ondan vaz-nasihat ilish, Nur surasi 34-oyat, haqiqiy do'st bo'lish, Zuhruf surasi 67-oyat. Bu oyatlar bizga taqvo deb atalgan immuni sistemasining aqidaviy va harakat o'lchamining nimadan tarkib topganligini bildirdi. Allah bu aqidaga ega bo'lgan, shundaqla bu amallarni qilgan taqvodor kishilarni yaxshi ko'rdi. Ularni do'st tutdi. Barliq kishilar uchun eng muhim foyda Allohning muhabbati deb atalgan doiraga kirish bo'lib, bu to'g'riliq biz yuqorida tilga ilingan oyatlardan misol keltira olamiz. Masalan, yo'q, hargiz undaq emas. Kimki ahdisiga vafo qilsa va gunohdan hazar aylasa, bilsinki Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'rdi va do'st tutdi. Al-Imron surasi 76-oyat. Va'dasiga amal qilmaydigan va Allohni g'azablantirishdan qo'rqmaydigan kishilar taqvodor bo'la olmaydi. Natijada Allohning muhabbatiga erisha olmaydi. Allohning muhabbati kishilarning bir-biriga bergan va'dasini amalga oshirishda bo'lib, Allohning muhabbati va'dasini amalga oshiradigan odamning ruhini quchoqlaydi. Hujurat surasining 3-oyati bo'yicha bo'lganda taqvo ba'zi sinoqlardan keyin erishgan ma'naviy bosqich deb hisoblanadi. 5. Allah muhsinlarni do'st tutadi. Allohning muhabbatini qo'lga keltirgan yana bir guruh bo'lsa, muhsin sifatiga ega kishilar bo'lib, muhsin ufqimi razil va yomonlikning zidi bo'lgan go'zal va yaxshi degan ma'noni ifodalaydi. Muhsin so'zidan turinib chiqqan ihson, chiroyli muomala qilish, bir ishni astoydillik bilan talabga loyiq qilish ma'nosini bildirdi. Umuman qilib aytganda, ishni eng mukammal usulda qilgan odam muhsin deb ataladi. Muslimning rivoyatiga asoslanganda Alloh taoloni ko'rgandek ibodat qilish ihson bo'ladi. Muslim iman 7. Jamiyatda bir ishni qilgan vaqtda birovning nazorat qilishiga muhtoj bo'lmasdan, o'z imonining taqozosi bilan Rabbim meni ko'rib turdi degan tuyg'u ichida ishini eng mukammal shaklda qilgan kishi muhsin deb ataladi. Faqat ibodatida emas, balki barliq ish harakatlarida, hatto ijtimoiy nazorat bo'lmagan muhitdimi Allohning nazoratida ekanligini tunib yetgan holda ishni eng yaxshi shaklda qilgan kishining bu muomalasi ihson bo'ladi. Kishi fursat bo'lsa bad qiliq ishlarni qila oladi yoki zina qila oladi. Chunki bundaq ahvol ostida ijtimoiy nazorat mavjud bo'lmaydi. Mushundaq ahvolda Allohning o'zini nazorat qilib turayotganligini his qilib, u qilmishdan voz kechgan odam Allohning muhabbatiga muyassar bo'ladi. Bu ahvol ihsonning imoniy o'lchamini tashkil qiladi. Muhsin bo'lishning ijtimoiy o'lcham bor albatta. Chunki ihson ba'zi amallar turi orqali shakllanadi. Ba'zi ulamolar ihson uqumi ustida Allohning va bandaning haqqi bo'lmasligi kerak degan ma'noni ilova qilgan. Muhsin sifatiga ega kishining alayliklari ichida taqvo, sabr, infoq, yaxshi ishlarga pul-mol sarf qilish, ishini vaqtida qilish, oz uxlash, adovat tutmaslik va afu qilish qatorliq amallar bor. Al-Imron surasining 134-oyati bularning ba'zilarini o'z ichiga olgan. Bu oyat bundaq: Taqvodorlar bayoshatchilikdimi, qiyinchilikdimi yaxshi ishlarga pul-mol sarf qiladi. Ular adovatni tashlaydi va kishilarni kechirdi. Alloh muhsinlarni do'st tutadi. Demak, taqvo bo'lmay turib muhsin bo'lish mumkin emas. Muhsin taqvolikning texmi yuqori baldiqi. Garchi iqtisodiy jihatda qiyinchilik ichida bo'lsa-mu, lekin o'zidinmi og'ir kunda bo'lgan kishilarga yordam qiladigan odam muhsin bo'lishning birinchi bosqichida bo'lgan bo'ldi. Bundaq odam qo'li uzun vaqtda bir kim demislim yordam qiladi. Muhsin kishi bo'lishning ikkinchi bosqichi adovatni tashlash bo'lib, Allohning qalbi nafratga to'lgan odamni suyishi, do'st tutishi mumkin emas. Adovatxo'r kishi Allohning do'stlik chambariga kira olmaydi. O'chmanlik bilan muhabbatning bir yerga kelishi asli mumkin emas. O'chmanlik bo'lgan yerda muhabbat bo'lmaydi, chunki muhabbat bo'lgan yerda o'chmanlik bo'lmaydi. Men bir musulmon deb turib, boshqa dindagilarga adovat tutadigan kishi o'zining qalbiga yana bir qatim savol qo'yishi kerak. Undaq bo'lmaganda u ilohiy muhabbatdan mahrum qoladi. Undaqda kishi adovatni tark qilganligini qat'iy isbotlaydi. Buni isbotlashning usuli kishilarni afu qilish. Bu sizning adovatni tark qilganligingizni bildiradi. Ish qilsa mukammal qilish, boshqalarga azor bermaslik, fidokor bo'lish, kishilarni afu qilish, kamtar bo'lish, jamiyatning masalalariga o'zining masalasida qarash, yomonlik ko'payib ketsa-mu umidni uzmaslik, kambag'allarga yor yo'lak bo'lish qatorliq odamni odam qiladigan fazilatli ish harakatlar Alloh yaxshi ko'radigan amallar qatorida hisoblanadi. 6. Allah tavakkul qilguvchilarni do'st tutadi.
Allah yaxshi ko'rgan bandalar ichida tavakkul qilguvchilar bor. Tavakkul bir-biriga bir ishni topshirib havola qilish, birovni o'zining fikriga qo'yib qo'yish, bir-birini beqish, bir-biriga ishonish deganlik bo'lib, Qur'onda bo'lsa baliq tirishchanligini ko'rsatgandan keyin ishlarni Allohga topshirish degan ma'noni bildirdi. Ma'naviy harakat va e'tiqod sifatida kishilarda Allohga bo'lgan muhabbat engini barpo qilgan tavakkul uqmi, iroda, iqtisodiy hayot va Allohga yuzlanish qatorliq sohalarda muhim rol o'ynaydi. Tuvandagi oyat buni aniq ko'rsatib berdi. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afv qil. Ular uchun mag'firat tiligin. Ishda ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qilguvchilarni do'st tutadi. Al-Imron surasi 159-oyat. Bu oyat bizga nihoyat muhim uchurlarni berdi. Ularni tuvandikdek tizib chiqa olamiz. Birinchi, kishilarga muloyim bo'lish ularning bir yerga jam bo'lib, rahbarning atrofiga yig'ilishiga turtki bo'ladi. Muloyimlik har doim jam qilish rolini o'ynaydi. Ikkinchi, muloyim bo'lish Allohning nazarida maqbul, shundaqla buyurilgan payg'ambar axloqi bo'lib, kishilarga muloyimlik bilan muomala qilmaydiganlar ham Qur'on, ham payg'ambarning axloqiy qimmat qarashining sirtiga chiqib ketgan bo'ladi. Üçüncü, muloyim bo'lmaslik kishilarni atrofidan tarqatib o'tadi. Boshqacha aytganda, muloyim bo'lolmaslik to'zitib o'tish rolini o'ynaydi. Bu sababdan u tavhidni, ya'ni birlik va ittifoqlikni buzadi. Bag'ritash kishilar qo'rqinchli bo'lib, kishilar xuddi yetqush hayvondan qochgandek uningdan qochadi. To'rtinchi, kishilarni boshqarganda ularning fikrini ilish va ular bilan maslahatlashish boshqarg'uvchi bo'lishning eng muhim shartlaridan biri. Qur'onning demokratiyaga so'g' qilgan eng muhim qimmat qarashi kengash qilish bo'lib, u hatto payg'ambarlarning mu xalqni nazariga olmasdan ularni boshqara olmaydiganligini muhim prinsip sifatida o'ttirib qo'ygan. Qur'on dunyo ishlarida xalq bilan kengash qilgin buyrug'i orqali demokratiyaning o'lini solgan. 5. Bir odam bir ish haqida qaror chiqargan bo'lsa, bu qarordan keyin ishni Allohga havola qilish kerak. Ya'ni u Allohning yordamini tilish kerak. Allohni nazariga olmasdan dunyoda hech qanday ishni qilg'il bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, hech qanday tirishchilik ko'rsatmay va ter to'kmay turib, ishni Allohga havola qilish to'g'ri emas. Kuchining yetishicha tirishchilik ko'rsatgandan keyin ondan Allohga tayinish kerak. Chunki Allohga tayinish sarf qilingan kuchni muqaddas qiladi. 6. Bu tavakkulning, ya'ni Allohga ishinib, uningga tayinishning mukofoti Allohning muhabbatiga, do'stligiga erishish bo'ladi. Shunlashqa Alloh oyatning oxirida Alloh o'ziga ishindiganlarni, tavakkul qilganlarni yaxshi ko'rdi, do'st tutadi deydi. Ma'lumki, Alloh Qur'onda tilg'ilingan nihoyat oz harakatlarga o'z muhabbatini qayd qilib o'tgan. Ibrohim alayhissalomning ummatimu tavakkulni o'zining xarakteriga aylantirgan. Ey Rabbimiz, biz faqat sangil tayandiq va sangil yuzlandiq. Qaytish faqat sangil bo'ladi. Muhtahina surasi 4-oyat. Həmin qadar Allah o'ziga ishonch qiluvchilarni hargiz xar qilmaydi. Shundaqla ularning muvaffaqiyatiga kafolatlik qiladi. 7. Allah poklanğuchilarni do'st tutadi. Həmin qadar Allah o'zining muhabbatini ma'naviy poklikni yaxshi ko'radigan va uni amalga oshiradiganlarga yuzlantirdi. Qur'on yaxshilik va go'zallik nuri orqali ma'naviyatidagi qorong'ulikni yo'qotishga tirishgan. Shundaqla durustlik va haqiqat suyi bilan qalb kirlarini tozalashga intilganlarning Alloh tarafidan do'st tutilganligini e'lon qilgan. İnsan ma'naviyatini bulg'aydigan qilmishlar nurg'un bo'lib, kishilarga ziyon yetkazish, haqiqatni inkor qilish, mo'minlar orasida ixtilof paydo qilish, Alloh va uning elchisiga qarshi urush qilgan odamni kutish uchun masjid qurish va yolg'ondan qasam qilish orqali yaxshilikni xohlaydiganligini aytish. Tavba surasi 107-oyat. Yuqorqi harakatlar bo'lsa, bu qilmishlarning bir qismi bo'lib hisoblandi. Bu qilmishlar kishining qalbini bulg'ab, parlaq ruhining yo'lini qorong'ilashtirdi. Her bir Müslüman təbriqçilik üçün təsis qılınğan məsciddə namaz oxumaslığı gerek. Təbriqçilik üçün qurulmagan məscidlərdə paklanışını yaxşı gördüğün,
hamda poklanishni xohlaydigan kishilar bo'ladi. Masjid kishilarning ruhini poklaydigan ta'lim-tarbiya o'rni bo'lib, bir tarafdan ta'lim-tarbiya xizmati olib beriladigan, yana bir tarafdan ibodat qilinadigan masjidlar qalb kirlari tozalanadigan joylar bo'lib hisoblanadi. Bu masjidlar kishilar orasida bo'linish paydo qilish uchun qurilgan bo'lmasdan, balki taqvodorlik ustiga qurilgan bo'ladi. Shunlashqa kishilarni firqalarga ayiradigan siyosat masjidlarga kirmaslik kerak. Masjidlar gunohning kirlari tozalanadigan ma'naviy oqartish ilib beriladigan joylar bo'lib, u Allohga o'zini beg'ishlaydigan, uning yuzlangan va uning muhabbatini izlaydigan kishilarning makoni. Diniy zotlar o'zining darajadan tashqari siyosiy o'rni, cho'nqir va atrofliq bilimi bilan ko'pchilikni chin dilidan quchoqlashi, masjidlarda kishilarni tarbiyalashi, ularga xushallik ato qilishi, umid baxsh etishi va ularning mukammal inson bo'lishiga yordam berishi kerak. Bu xil usulda harakat qilgan diniy zotlarning jamoatlari masjidlarda ma'naviy poklikqa, go'zallikka va ma'rifatga ega bo'ladi. Shundaqla ular Allohning muhabbatiga erishgan kishilar qatoridan o'rin oladi. Hamiga qodir Allah Tavba surasining 108-oyatida bu kishilarning mavjudligini qayd qilgan. Ma'arif odamning ming'isini to'g'ri ideya bilan qurollantirdi. Bu sababdan mazkur bilimlarning ma'naviy tarafiga ahamiyat berish hamda bu bilimlar orqali kishilarning qalbini poklash kerak. Bugungi kunda ma'arif yoshlarning zehnini quvvatlantirsa-mu, ammo ularning qalbini cho'l holatda tashlab qo'yib-atadi. Shunlashqa cho'lga aylangan qalb bo'stonini shumbuya va tikanlar qoplab-atadi. Tikanlar kishilar orasida sanjilib, shumbuyalar kishilarni zaharlab-atadi. Cho'lga aylangan qalblarni yov o'tlardan tozalab bo'ston qilish uchun tirishadigan kishilar Alloh Tavba surasida o'ziga do'st tutganligini jakarlagan kishilarning dal o'zi bo'lib hisoblandi. Muhabbat pok bo'lg'achqa u pok qalbni izlaydi. Shunga kirlardan tozalangan qalblar uning sariyi hisoblanadi. Xuddi uchuq eshikdan kirgan nurga o'xshash, bir tarafdan qalbdagi jaholat va gunoh kirlari tozalansa, yana bir tarafdan Allohga bo'lgan muhabbat u yerni qoplaydi. Bu sababdan Ramazon oyi mo'minlarning tavba qilish orqali ruhini poklashni va u yerning ilohiy muhabbat bilan qoplanishi uchun tepilg'usiz fursat hisoblandi. Aziz radio anglovchi do'stlar, bu qitimliq o'qishimiz mushakich bo'ldi. Kelar qitimliq o'qishimizni ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Ana yerge nurun ne versen, yaxşılağa yolun ne versen, yaxşılağa yolun ne versen, yıkılğanğa kulun ne versen, yayrimamdı dostlarının könlü. Yıkılğanğa kulun ne versen, yayrimamdı dostlarının könlü. Şavkullesa kalbinde derya, küylerinden oyğansı dünya. Şavkullesa kalbinde derya, küylerinden oyğansı dünya. Mikrin bilen güllen sabahla, yayrimamdı dostlarının könlü. Mikrin bilen güllen sabahla, yayrimamdı dostlarının könlü.